Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabında Abbasilerin 19. sultanı El-Qahir Billah degan halifeninki hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu adam Hicriye 320 yıldan Hicriye 322 yılgacha tahminen 2 yıl hakimiyette devir sürgen. Bu kişinin ismi Muhammed ibn Mu'tazid ibn Talhat ibn Mutevekkil. Yani demek Mu'tazid Billah'ın oğlu buludu. Kunyası Ebu Mansur, anısı Ummu Veled, yani Didek, ismi Fitne namıyla meşhur. Muqtadir Billah öldürülgen vaxtıda bu Kahirni, Muhammed ibn Mu'tazidni ve Muhammed ibn Muhtefini keltirilipti de. Bunu keltirgenler hem de şu Muqtadirni öttegen komandan askerler hem de. Muhammed ibn Muhtefi'ge talep sunup sen halife boğun dese mening ajdim yok depdi. Mening tağam bununla bekrek haqliq dep Muhammed ibn Mu'tazidni köstüpdi. Qayr billah gap qilgan vaqtida boludu men bolay depdi. Bu vaqtida halifelerde iniqmida hukuk yok. Güçlük hukuk yok. Qaysi taraf galip gelse ya berberler, ya Arap tarafları, ya Parisler, ya Türkler. Qaysi taraf galip gelse şu alaqada üttürüdü, halifeden birini tatip ekilip lan şu cemaatimizni halif qilib saylab chiqirdi. Bu Abbasilarning eng ojiz vaqtlarından biremdi. Bu halif bo'lgan vaqtida o'zi Qahir Billah nomila otida. Bu 317-yili mashta bir atalgan. Bu oldi bir qatim shu Muhtefining zamonasida bir qatim Muqtadirning zamonasida bir qatim mashta bir halif bo'lib, keyin Muqtadir tatib olgan. Shu odam shu bu. Am Qahir Billah'niki hamda shu halif bo'lib tunji qilgash nima desa, Muqtadir Billah'niki oilasining butun mol mulkini musadir qilib, bularni azoblab, hatta Muqtadir Billah'ning onasini urib o'ttirib azobda. Amaliyotda shu. Ayni vaqtida Muqtadir Billah'ning zamonasida buni halif qilib saylab chiqib, ikkinchi qatim Muqtadir Billah yana tatib olgandan keyin Qahir Billah yig'lab, yolurib turib olgan. Şu vaqtida Muqtadir degan, "Yo'q, sende hech qanday chatoq yo'q, sende gunoh yo'q. Buni qilganlar boshqa" deb kechirib etgan. Buni yaxshi hurmatlagan. Ammo Qahir Billah xalifa bo'lgan vaqtida Muqtadirning oila tavobatiga qilchi rahm qilmadi. Siyosat degan mushtar rahimsiz. Hukuk dunyo ichida eng yerginishlik bir narsa. Agar sen fursatni ching tutib, sen beshini azmisan, cho'qim shu beshi chiqqan vaqtida shu izid. Siyosatga raqib. Qahir Billah'ning o'ziga qarshi chiqqan kishilarga hilmi-kira shiltib o'ldirishi haqida 321-yil bo'lgan vaqtida bir qism askarlar buning qalaymqonchilik tug'dirdi-da, Muanas ibnul Muqla va boshqa askarlar biz buni tushirib biz Muhammad ibn Muhtafini xalif saylayli deb birlashdi. Qahir ularning hammasiga yer ishiltib bir-biriga so'qar silab, hammasini tutib o'tdi. Ibnul Muhtafini bo'lsa, ikki tomning orasiga bostirib layla o'ttirib etdi. Yani tomning ishi qo'yib qo'ydi, tek suv qo'yibdi, ay tam o'zigida erib layla besib o'ldi. Ama İbnül Muqla bu şu askeri komandan ayni paytdiki bu yo'shirinib oldi-da, bunun uy saraylarını kuydirib etdi. Bu qarshi chiquvchilarning hammasining uy saraylarini bo'ldi. Shundan askarlarningki maoshini kang ba'dida ularım jimiqdamda ishlar Qahirning ko'ngli o'ylagandek besiqdi. Hatta başqalarınınki qalbida Qahirning haybati oshdi. Hatta bunun laqamiga qo'shib, bunun Qahir Billah desa, keyin El-Qahir Billah vel muntaqim min a'da'i dinillah degan laqam qo'shib berildi. Allah bilan g'olibdir. Allah'ning din düşmanlaridan intiqom olishdir degan nom, hurmat nomimda. Hatta bu uzun laqamlarni şu devirning tillalarga, pullarga naqsh qilib o'yib etdi.
321 yil bo'lgan vaqtida naqshi muzikani harom qildida va haroqni harom deb chekladi. Hatto shu davrdagi muzikant naqshchilarni qo'lga oldi. Muhannas bir qism ko'tlarni palib etdi. Muhannas degan shu biz turib ayolning ishlarini qildiganlarni muhannas deymiz. Eğer haqiqiy ma'nosi buniki lug'at ma'nosi ayollik ishkili a'zosi tang yetilgan mahluqotlarni ko'rsatadi. Uningdan boshqa chalg'i asboblarni sundirib tashladi. Hatto didaklarning ichidagi naqshi muzik o'qiy oladigan sozanda naqshchi didaklarni darhol setitinglar. Bular bo'lsa nadaraq, sadroq, aqli tuvallar deb setish buyurdi. Amaliyotda bu meslikda yeshilanmaydigan adam, o'zi mes yuradigan. Hatto naqsh muzika anglashdan birdammi zerikmaydigan, talmaydigan adam edi deydi. Buning qilmishi bilan buyrug'i o'xshamaydigan. Hamda Buvayhi o'g'illarininki siyosiy sahnada o'z ko'rishi yoki siyosiy sahnaga chiqishi va ularning Paris shaharlariga egallashi haqida. 322 yil bo'lgan vaqtida Deyleminliklar siyosiy sahnada ko'rinishga boshladi. Chunki Mardavijning odamlari Asbaxonga kirgan. Mardavij shu davrdagi bir Deylemliklarning cho'ng bir Paris qo'mondoni. Bu Jilan tog'lari tarafi hozir Eronda shu tog' tarafini egallab, bara butun Parislarniki shaharlarini egallagan cho'ng qo'mondon. Bu Mardavijni turk qo'mondonlar o'ltirib o'tgan. Chunki bu turklarni yomon ko'radi. O'zining askarlari ichida Paris askarlari bor, turk askarlari bor bo'lmasa. Mardavijning askarlari ichida Ali ibn Buvayh deydigan bir qo'mondon bor edi. Yani bu keyin Mardavijlar o'lgandan keyin bu Ali ibn Buvayhning bolalari hokimiyat so'raydi, davr surdi. Bu nurg'un mal dunyoga ega bo'lgan. Endi shu Mardavijninki askar ichida bir qo'mondon altida. Hatto o'zing Mardavijdan, o'zing bosh podshohidan bu yolg'iz yigani bo'lib olgan. Xalifaning noibi Muhammad ibn Yoqub bilan nechqitim uchrashib, Muhammadni chekindigan, xalifaninki valisini chekindida. Hatto Ali ibn Buvayh Paris imperiyasini, ya'ni nima? Paris ilini qo'lga olib oldi. Ali ibn Buvayhninki dadasi Buvay degan adam amaliyotda nayt bek kambag'al, bechora, ojiz, faqir odam ekanda, bel tutib shuni bilan jam boqadigan. Bu tush ko'rapti. Tushida siyib tush ko'rapti-da. Buning siygan a'zoyidan bir o't bolq chiqibdi. Hasa. Bu hasa pochilinib butun dunyoni qoplab ketibdi. Shu davrning ta'birlaridan ta'bir so'rgan vaqtida sening bolalaring, sening ya avlodlaring dunyoga podsho bo'ldi ekan debdi. Va ularning sultoni mush o't bog'an yerlarga qadar suniladi ekan, yeyildi ekan podshohligi deb ayni vaqtida ta'birchilar shunday ta'bir bergan ekan. Hamda yillar o'tib mana mush Buvayhniki, mush tush ko'rgan Buvayhniki o'g'li Ali ibn Buvayh deganning ishi gullanib, bu bola tug'ilib, bu Mardavij ibn Ziyad degan Fars podshohi qo'mondon bo'lganda bu deylimliklarga. Shunlar bu Farslarniki Karx viloyatlarida nurg'un mal dunyo elib chiqqan, 500 ming dirham pul chiqqan. Hamazonga kelgan, Hamazonni podsho bo'laman deb. Hatto Hamazonliklar ordining sepilniki ishkini taqib olgan. Ular bilan urush qilib majbur yo'sunda Hamazonni ishg'ol qilgan. Nurg'un odamlarni o'ldirgan. Ondan Shirozga borgan. Demak, shu Mardavijning qo'mondonligi ostida bir kichik bir qo'mondon altida mushunchalar shaharlarni fatih qilyapti bu.
Bir mezgildan keyin hamda mol dunyolar oz qolgan buniki. Shu chaqangda yetib, uxlab qolgandan keyin o'tdagan ya'ni shu o'gisidan to'risidan bir yılan chiqqanda darhol bu yılanni o'ltiranglar, qo'langlar deb bu yılanni qo'g'lab, yılanning kamirini qo'liga yerdan nech sandiq oltin ketgan. Bu oltinlarni o'zing bütün askarlarga taqatgan. Burungi davrdagi askarlar hozirgi davrga o'xshamaydi. Ular pulga setilgan, yollanma. Kim pulni yaxshi bilsa, shuning askarligini qiladi, shunga jonpidalik bilan xizmat qiladi. Bir kiyim tikpasin deb bir saypingni izlaganda bu odam. Bu gacha saypunkan. Bu gacha o'ylab qopdi-da, men shunaqa qashaq chiqib biz akaga o'xshaydi deb o'diq qo'rqib ketib, o'shki sandiq bir narsa bor, nimbalikni bilmayman ichida degan. Agaz saypun. Uning ichida nurg'un mol dunyo topgan. Bir kuni ot minib ketibsa, otning puti tayilib ketganda bir ozgal uchib ketgan. Bu ozgalda nurg'un mol dunyo topgan. Bütün shaharlarni egallagan. Xurasan va Pars ili xilofatning tutqusidan, yani hokimiyat dedin adavjida olib chiqib yani bu Ali ibn Buvayla egallab ketgan. Biz bu yerda shuni his qilib yetsak bo'ladi. Alloh taolo bir qavmni nusrat bermoqchi bo'lsa, hamma tarafdan buningga bir bayoşatliq ishlar qomlashib turdi ekan. Agar Alloh taolo bir qavmni helokatga duchor qilsa, har ish qilsa bu oqmaydi ekan. Bu Alloh taoloning dunyodagi bir qonuniyati bo'lsa kerak. 322-yil bo'lgan vaqtning o'zida Qohir Billah Ishaq ibn Ismoil Novbaxtini yoki Novbaxti degan kishini o'ldirdi. Amaliyotda bu odam ayni vaqtida Qohir Billahning xalifa bo'lishiga mush odam maslahat bergan. Mush odamning gapi bilan Qohir Billah xalifa bo'lgan. Bu vapoga jafo qilyapti. Bu odamni o'ldirgan vaqtida quduqqa boshchilab tashlab quduqni tindirib etgan bu odam. Buning birdan bir gunohi bu odamning nima desa, Qohir Billah bilan xilofat chiqishdan burun ham odatdagi bir kichik bir amir, shahzoda vaqtida bir didakni savdoda talishib ikkisi men 100 dinar qilma desam, 101 dinar qilma deb savdoda talashgan yeri bor ekan. Savdoda adroq talishib qolgan yeri bor ekan bozorda. Shuningga o'chmanlik qilib ta keyingi xalifa bo'lgan mezgilda bu o'ttirib etdi. Dunyoda tarixda azaldan buna bir qoida bor. Bo'libmi shu siyosatchilar ichida ko'proq yuz berdi. Siz kimni maslahat berib uni bir rahbar qilgan bo'lsangiz yoki bosh qilgan bo'lsangiz, birinchi qatimda yomonlik sizga shundan keladi. Sababi nima degan vaqtda balkim bu shu psixik ojizlik bo'lishi mumkin. U yaqinchi rahbar podshoh bo'lgan taqdirdimi, u o'zi podshoh qilgan, rahbar qilgan odamning oldida o'zini yomon to'van ko'rdi. O'zining to'van ko'rish orqali, boshqalar ziyonkashlik qilish orqali o'zini namoyon qilishni istaydi bu yerda. Tarixda shuning uchun ko'pincha shu taxtga chiqqan odamlarni avval burun podshohning ko'zi shunday bo'ladi, shuni o'ltiradi. Azalda shunday. Zamonimizda bunday ishlar ko'p yuz bergan. Masalan, hozirgi Tojikistondagi Zonton Rahmonov degan ayni vaqtida Sovet ittifoqidan ayrim bo'lgan vaqtida nurg'un ulamolar, boylar davlatni tashkil qilganda inqilob bo'lib. Shu vaqtida shularning ichida ham bakrak o'qig'ini, ham tarjimon bo'lib ishligi kaqagidek bo'lgan shu Rahmonovga. Va makila esa men o'qigan bo'lgandan keyin men Zonton bo'la deb uni ekib qo'yganlik shu vaqtdagi boylari, cho'ng qahramonlari bu barbara egallab o'zining atrofini ching'itgandan keyin Rahmonovni ashada Zonton qilgan bütün boylar, bütün rahbarlar hammasini qirib tashladi. Faqat bir boyni qo'yibdi, eng ko'p yordam qilgan boy ekan. Shu boyni qo'yibdi, lekin nazarband qildi ekanda, bütün mol dunyosini ayirib, uni hamda bir bichora miskin qilib qo'ygan. Hijriya 322-yil bo'lgan vaqtida
askarlar Qayir Billah qarshi chiqib, uning ko'zini uyib etdi dedi. Askarlar yani ichki jihatdan harakat qilib turgan bular. Chunki Ibnul Muqla degan odam tutanmagan qo'yliq vaqtida. Bu yo'shirinib olgan holatda turib, maxfiy shu askarlarni shu Qayir Billah'niki qishdan tizdigan. Sen o'zing tatqanda va ularga mundaq deydi. O sizlar nurg'un turmularni silib etdi, sizlar cho'qim oxirida so'laydi deb nurg'un gaplarni qilib, askarlarning beshini qoydirib, asta o'z tarafga tatgan. Shuning bilan unda o'lab qolsa biz buni o'ltiraylik deb qishig'i chirab, qilich bilan besib kirgan vaqtida qochib ketgan. Kim bunu tutup solab Jumadil ahirida 6. günü bunu tutkan. Qayir Billah'ne. Şunun bilan Muhammed ibn Muqtadir Abul Abbas degan kishiga bular bayat qilgan. Buningga Razi Billah degan hurmat nomini ato qilgan askarlar. Ondan Qayirning qishiga vazir qazilan evatdi-da uloqda. Mesela Abul Husayn al-Qazi, Abu Umar degan kishini, Hasan ibn Abdullah ibn Abi Shawarib, Abu Talib ibn Bahlul, şu vaqtniki dağlıq ulamaları, kattalar bo'ldi, vazirlar. Ular onun qishiga kelib debdi-da, "Nima demoqchisan?" degandikin, xalifa debdi, Qayir deb. "Men bo'lsam Muhammad ibn Mu'tazid Abu Mansur bo'laman. Endi sizlarning bo'yninglarda va'da bay'at bor. Xalqning bo'ynida va'da bay'at bor. Men sizlarni bu bay'atdan yashmayman, yani men xalifa, men tushmayman demoqchi. Qo'pab ketinglar degandan keyin hammalar qo'pab ketibdi-da, vazir mundoq debdi. Buni cho'qim g'ulitishimiz kerak. Bu to'g'riliq o'ylashning hojati yo'q. Uning qilmishlari hammamizga ayon bu yerda. Qazi Abu Husayn mundoq debdi, Razining qishiga kirgandim dedi. Bo'lgan ishlarni uning qaytlab deb berdim va uningki imom xalifa bo'lishi farz deb uni bildirdim-da. Shundan u mundoq dedi. Endi Razi Billah yangi xalifa edi. Shundan bunda dedi, endi deb qaytib ketdi, meni va uni uzitib qo'ydi dedi. Abdullakaga vazirni. Şu aralıkta Sima dediğin bir kişi var. Sima degan şu taş atarmenlarniki baş bilgi askeri başlık bu. Raziga maslahat berib, uning ko'zini uyvasla deb maslahat beribdi. Shundan darhol qizitilgan mix bilan ko'zini uyab dag'lab etdi deydi, ko'zini quyib etdi. Mahmudul Asbahanining deyishicha, Qayir Billahni eletishning sababi mundaq dedi. Onun qilmishlari nachar, qonni ko'p to'kadigan odam. Uningdan boshqa o'zing hamda xilofatdan men tushdim degan desa, unimigan bu. Shuning bilan buning ko'zini o'yab, qoni ishki mangzigacha eqib ketgan dedi. Bu echinish avval Alloh saqlasin. İmam Soli rahmetullohi alayhi shunday deydi. Qayir Billah o'z ahmaq odam edi dedi. Baqqan to'kadigan izlerine ait qabih, nachar bo'lgan odam. Ondan to'la naiti ko'p o'zgaraydigan yasalma odam. Araq xumar. Bunun vaziri hacibini salamet acayip isil odamdi dedi. Eğer u bo'lmagan bo'lsa, dünyada nurg'un qalayimqanchilikni to'ldirib, bog' varan nesillarni yo'qotib etgan bo'ladi dedi. Hatta bir neyzi yasatkan deydi. Bir adam öttemese o neyzi koymaydı. Aş derecede kanxor idi dedi. Ahırda yani özü yanğan gep. Qayir Billah burunqi Abbasilar xalifelerinin ahlaqı haqqida boshqalardan savol so'rayotdi. Muhammad ibn Ali al-Khurasani mundaq deydi. Meni Qayir Billah bir kuni huzurga chaqirtdi. Oldida bir neyzi bor ekan. Mundaq dedi-da, senden burunqi Abbasilar xalifelerinin ahlaqı, ularning alohidlikleri haqqida savol so'rayman. Debdi, dedim men, undaqda
Seppah gelsek, Seppah birinci halife o. Bu bek kan töküşke aldıran adam idi. Bunun valilerimi şu yolunu tutup mangan. Şunda bozmu bu naati sehi mert sil rahim kılıdığan mal dünyanı dostmay mertlik bilen berdigan idi dedi. Şunun bilen Kahir yani sorap Mansur ço emsa dedi bu ikinci halife. Mansur hakkında ben mundaq dedim. O Ali balları bilen Abbas balları arasında tuncu bolap teprekçilik payda kılgan adam. Bunun burun hemmeyle itibak edeydi. O müneccimlarni orduga tuncu kıtım yakın yol atkan halifedir. Suryanilar ve başka chet el tilleri kitapları tuncu kıtım tercim kılgan halife. Suryanilar tili kadim kılmış o Suriye halklarındaki tilini gösterdi. Demek şu devirdeki Yunan felsefeleri maksat kılıngan. Hem de Ecem degenden asasen şu Hindi tilleri maksat kılıngan. Mesela Hindilarınki büyük eseri Kelile ve Demine kitabı şu devirde tercüm kılıngan. İklidis'in kitabı, Yunan'ın kitapları hem şu mensur tercüm kılganda. Kişiler bu kitaplarını okuş arkalık bu kitapka aklı bağlanıp kalgan. Bu haletlerini kögen Muhammed ibn İshaq degen kişi Peygamberimizin tarih tercümanlarını toplap çıkkan. Demek her kanda bir ilimninki çokum bir sebep bolu da görünüş boludu. Mansur onun üstüge özün hizmetçi azatkarlarını hizmet koygan tuncu halifedir. Hatta bulanı Araplardan mı evzel kögen. Mesela Parislarni köp orduga ekirgende bu adam berberlarni degende. Halife Kahir mundaq dedi. Undaq da Mehdi çoğdu. 3. halife. Dedim ben adil, insaplık, mert adam. Dadısı Mansur kişilerden ilvagan neslerini qaytırıp bəgən. Zindiqlarga acayip zərb bəgən. Zindiqlar dedim şu İslam itiqadıga qarşı fikir mesleklerdeki adamlarını gösterdi. Mescid-i Haram, Medine Peygamber Mescidi, Aksa Mescidini yığılap sağan. Halife yanı sordu. Ondaq da hadi çoğu dedi. Dedim ben mütekebbir zalim dedim. Onun valilerimi şunun yolunu tutkan. Lekin bunun devri nayet az. Ondaq da Reşit şu dep sordu. Dedim ben gazat ve hecni iztil davamlaştırgan halife. Mekke'nin yollarına karvan saraylarını, turbu kuduklarını ornatkan adam. Çigra'da nurgun Çigra koşullarını berpa kıygan. Azne, Tarsus, Mesise, Mer'aş qatarlıq. Azne adırıq Türkiye'dik Azne, Mer'aş Kahramanmaraşu, Tarsus, Mesise degen bu Tarsus şehri Suriye'deki. Bu adamın ihsaneden bütün kişiler paydalangan. Onun küllerde zamanında Bermekilerinin devri boğan. Onlarının mert sıxılığı meşhur dedi. Çünkü Bermekiler devletin kolu çangılı ağam Parisler bula. Bu acayip sıxı mert ki təsvirlənген. Onun üstüge bu savalice oyununu tunca icat kılgan, yani oynayan adam. Savalice oyunu bir top oyunu hem de at üstünde oynaydıgan. Onun üstüge neyzi bilen karığı atıdığan bir karığı nişan oynanımı adam tunca etip atkan halife. Abbasiler cemaatiden tunca kıtım şahmat oynayan halife dedi. Kahir yani sordu. Emin çoğu dedi. Dedim ben sıkı mert dedi. Lekin o lezzet şehvet bilen berilip gitip nurgun işlerini kalayım kankılıp etken dedim. Kahir yani sordu. Memun çoğu dedi. Dedim ben felsefe ve yoltuz ilimlerini biliş işleriyle meşgul olup gitti. Özü ken kusak
sehi mert adam idi dedim. Kahir yani sorup Mu'tasim ço dedi. Ben dedim burunqi Ma'munning yolunu tutup mangan. Amma lekin bu chavandozlikni yaxshi ko'rdigan. Burunqi katta podsholarga o'xshashni, shularga o'zini taqqas qilib yashashni yaxshi ko'radi. Amma nurg'un g'azat ishlarini elib borgan, ishg'oliyat harakatlari bilan shug'ullangan xalifa dedim. Qahir yana so'rdi. Vasiq chu debdi. U dadisi Mu'tasimning yo'lida mangan dedim. O'xshash. Undaqda mutawakkil chu deb so'radi. Men mundaq javob berdim. Ma'mun, Mu'tasim, Vasiqning tutmagan e'tiqod yo'llarini hammasiga qarshi chiqdi. Chunki bular Qur'on maxluq degan xalifalarda turlik munozara, oyog'i chiqmas xilofatlarning hammasini chekladi. Havoyi havasdan kelib chiqqan e'tiqod masalalariga qarta jazolash ilib bordi. Hadis o'qish, anglashga buyurdi dedi. Qur'onni maxluq deyishni chekladi. Butun xaloyiq buni yaxshi ko'rdi. Ondan qolgan xalifalarning hammasidan so'rabdi. Men hammasiga javob berdim dedi. Ular dediki, bu qilmishlarni naq deb javob berdim. Oxirida menga bundoq dedi. Men sening so'zingni anglab, men shularni ko'rayotgandek tuyg'uda bo'ldim. Dedi-de, ondan o'rnidan qo'pib ketdi degan. Demak, bu yerda bu xalifalar azaldan o'ziniki ota bovlariniki, burunqi podsholarniki tarjimalarini o'qib, ularniki yurgizgan siyosatlarini tushunib, xato ketgan yerlardan ibrat olganligini ko'rinib turibdi bundan. Endi Qahir Billaning o'zining mol mulkini yoshirib qo'yib, xalqdan pul tilganligi va o'limi haqida. İmam Mes'udi'nin deyişçe, Qahir Billah özü xalifa vaqtida Mu'nis ve Mu'nis'in askerlerinin mal dünyalarını bulab ilib olgan. Endi Qahir Billah g'ulab ko'zi uyulgan vaqtida bu mallarni qaytar deyildi. Bu men bilmayman deb tinib oldi. Nurg'un azoblarga duchor bo'lsa-mu, hech narsani iqror qilg'ini unmadi. Razi Billah bunu asta özünün qışığı yaqin tatib, asta pəpilab, kim mundaq dedi. Sen ko'ryapsan, askerlar mal, pul-puchak talab qilyapti. Menda bagidek narsa yo'q. Endi sening ayni vaqtda yig'ib qo'ygan mollaring sana foyda qilmaydi, endi sana ketdi hamda degandan bu e'tirof qildi-da, to'g'ri deb. Undaq sen bunu e'tirof qilding, bildikansan. Neydi mal dese? Mal baqı kömep qo'ygan dedi. Dağlıq bir bağ var ekan-da shu vaqtda. Shu baqı kömep qo'ygan. Amaliyotda bu bağni Qahir Billah ayni vaqtida bütün dunyodagi bor daraxtning turlarini ekilib bino qilgan. Bütün shahar qishloqlardan dunyoning hamma yerdan yig'ilganda bu ko'chatlar. Uni ajoyib isil, hashamatlik saroylarni saqlan bu baqqa. Razi Billah mush qasr, mush baqqa ajoyib omroq edi. Shuninglar Razi Billah mundaq debdi-da, "Nadirak?" debdi. Yani bağning neydirak desa, "Men ko'zim qarg'u. Ko'zimni o'yib sen hamda. Men nadiligini bilmayman. Bağni ko'lasang topsa" debdi. Shuninglar Razi Billah askarlarga bağni ko'lashga buyuribdi. Ay saroylarni, dachlarning ostini ko'lashga buyuribdi. Bütün daraxtlarni qumrab boshlab, hech narsa topolmadi. Topolmay oxirida qani mal degandan keyin mendek odamning meli olamda va mening birdan bir hasratim deydi. Sening men yasagan bog'da o'tirishing, shu bog'dan huzurlanishing mening ichimni qo'chivatdi. Men seni bir azoblay dedim. deb. Razining dahshat ochiq kelib pushaymon qilib buni qaytadan so'ladimdi. Ta 333-yilga bo'lgan qadar shu turmada yashagan. Ondan qo'yib berdi bir mezgil. Buni ona karim bo'lmadi qo'yib berdi. Bir kuni Cami'il Mansur'da, Mansur
Shu ikkinchi xalifa Mansur bino qilgan jami bu. Bag'doddagi mashhur jami. Hozirgacha bor bu jami. Sapning oldida turib oldi ekanda masjiddan chiqqan vaqtida. Bir oq bir esdalik shu chaponni tonni kiyib oldi ekan nachar shu tishini o'rib bilan. Va deydi ki men sizlar bilasizlar buni. Ben bir xalifa bo'lgan odamdim, menga bir sadaqat qilinglar deb turib oldi ekan. Bu Mustakbiyning davrimda. Marazim o'lib ketib, keyin Mustakbiyning davrida bo'lgan ishlamdi. Bu orqali hamda Mustakfiga bir zarba. Nima deganda, hamda o'zining bir jamoatni tuqquni, podshoh jamoatidan chiqib bir divan olib olsa, albatta bosh xalifalarning ochiq keladi, vijdoni azoblandi. Amaliyotda Mustakfini azoplash, vijdon azobi qo'yish. Oxirida bu talog'i chiqib qo'ymay 339-yil o'lib ketdi dedi. Bu shu vaqtda 53 yosh edi. Buning Abdusamad, Abulqosim, Abulfaz, Abdulaziz qatorliq 4 o'g'li bo'lgan. Endi buning zamonida o'lib ketgan mashhurlardan Hanifi mezhebining peshvosi İmam Tahavi rahmetullah aleyh. İmam Tahavi rahmetullah aleyh Hicriye 238-yil tug'ilib, Hicriye 321-yili taxminan miladiye 933-yil o'lib ketgan. Asli ismi Ahmed ibn Muhammad, kunyasi Abu Ja'far ismi bilan mashhur. Bu adam Misrniki dağınıq uleması. Misrniki Minya ülkesiniki Tahavisi tug'ilgan. Şuna bunu Tahavi deymiz. Aynı vaqtida Şafi mezhep boyunca ta'lim tarbiya olgan, shu mezhep boyunca yetilgan. Ammo keyingi mezgilda bu adam Hanifi mezhepga o'ziniki fiqhiy ko'z qarashini o'zgartgan. Shunga buni Hanifi mezhebiniki Misrdagi keyingi mezgildagi eng danglik peshvosi. Bu adamniki mashhur kitoblardan Aqidat Tahavi nomli kitobi va bu ajoyib mashhur kitob, ha? Aqidat Tahavi bu Qashqarda dars qilingan ayni vaqtlarda. Buniki şerhileri var nihayet mol mezmunlu kitap. Bu adamdaki yetiliş jarayoni nihayet ilmi, taqvo bir yaxshi oilalarda yetishib chiqqan. O'zinki dadisimi ayni davrdagi nihayet fazilatli bir ilm ahllaridan. Onisi kim o degan vaqtida İmam Şafii'ning shogirdi Muzani deganning singlisi bo'ldi. Demak buning tog'isimi olim, dadisimi ulamo odamlar. Şoğlaşqa özünki onisi o'qigankan dastlab o'qishni. Onisi faqih, Shafiy mazhab tarbiyalangan, faqih ayolkan. Onisi o'qigan. Misrda yezish, o'qishlarni Misrda o'qib, dadisiniki dars o'tgan maktab bor ekan, dars o'rni. Shu yerda dars o'qigan dadlarda. Undan boshqa tog'isi, ona taraf tog'isi Muzanini o'qigan. İmam Shafii'ning Sunan nomli kitoblari, mesela İmam Shafii'ninki nazariylarni shu odamda o'rgangan. Bu adamdaki 300'den artıq şeyxiniki balıqı ta'riflangan, shogirdlar munoyati ko'p. Demak bu zot Misr diyoriniki ham faqihsi, ham muhaddisi, eng chong hofiz. Hatto hadis kitobdimi Mushkilul Asar deyman. Shunday bir kitobimi bor. Ma'anil Asar, Mushkilul Asar nomli kitoblarni sharhlagan shu kitoblar. Eng mashhur kitobi asosan shu İmam Tahavi rahmetullah aleyhniki Aqidat Tahaviye degan kitobi. Bu adamniki nemişqa onasi Shafi, tog'isi Shafi, dadisi mesela boshqalar Shafi. O'zi nemişqa Hanifi mazhabga o'zgargan deganda, ayni vaqtlarda mesela bola tug'ilmay kechikib ketgan avvallar bo'ladi-da mesela. Shu paytlarda Ananın qo'sqini yerib oladigan masalada ulamolar Shafiy mazhabidagilar unmaydi ekanda, bu bo'lmaydi deb. Ammo Hanifi mazhabda yo'l bor ekan. Hanifi mazhabda ananing qo'sqini yerib balni osi bo'ldi degan. Shunglashqa İmam Tahavi anasining qo'sqida tug'ilmay uzun mezgil turib ketgan bir mezgil. Shu vaqtda anasining qo'sqini yerib olgan deyildi. Kim bu cho'ng olgandan keyin bu masalani anglab özün mezhebini Hanifi mezhebga o'zgartgan deyildi. Qani vallohu alam. Yani bir büyük allama bu davrda o'lib ketgan İbn Darid degan kishi. Kunyasi Abu Bakr Muhammad ibn Hasan ismi bilan mashhur. Hicriye 223-yil tug'ilib, Hicriye 321-yili, miladiya 933-yil o'lib ketgan.
Bu kishi mu shu nahva ilmidagi mashhur bastirlik ulamo. Nəhayət yetuk tədqiqatçı. Həm fəqih onun üstüge. Öz dəvrinin yetuk şairləri. Bəsirdə tuğulğan Abbasilər zamanında. Bu adamdaki şu El-Cumhurə fi ilmi lugha namlı kitabı ile meşhur. Bu Arap tilşünaslığındaki kamusi. Xuddi Türkiye Tillar Divanı Uyghur ve Türkiye kavimlerindeki tilin kamusi bo'lgan o'xshash. Bu adamdaki nəhayət meşhur şagirdləri bo'lgan, ondan başqa. Mesela Ağani namlı bir ədəbi kitab var. Bu Ebul Faraj Esbahani avtoru. Müşədəmnin qolda oxugan. Onun üstüge İmam Məsudi deyimiz, Muruci Zəhəb namlı kitabın avtoru. Müşədəmnin şagirdi. Amali namlı bir kitabını yazgan bir adam var. Ebul Ali Qari deydigan. Şularning hammasi Müşədəmnin şagirdi. Men zikr qilgan ma üçeylan hazır kadar kitaplar meşhur bo'lgan ustozlar. Bu xalifenin davrida o'lib ketgan yana bir büyük meşhur kishi Ebu Haşim el-Cubai degan adam. İsmi Abdusalam ibn Muhammed deymiz. Bu aynı vaqtdagi bütün Mu'tazilaninki peshvosi. Hem dadisi shundoq. Chunki dadisining qo'lida o'qigan. Bu adam Hijriya 275 da tug'ilgan. O'z davridagi ulamolar ichida nihoyat danq chiqqan. Bo'lib ilmi kalam, munazir ilmida ajoyib ko'zi ko'ringan adam bu. Hadis ilmini nihoyat jiq bilmaydigan adam. Hatta şu Mu'tazili firqasi ichida Hashimiylar firqasini ijod qilgan odamda. Lekin fiqh ilmida nihoyat mashhur ekan. O'zining Shamil nomli kitoblari bor, usul fiqh haqida kitoblar bor bu odamniki. Hatta Aristotel qarshi yozgan kitoblari bor bu odamning. Hijriya 321, ya'ni milodiya 933 da o'lib ketgan. Biz bayatan gapni qilgan İbn Darid degan odam o'lib ketgan kunisi Ebu Haşim el-Jubayni tam o'lib ketgan ekan. Ebu Haşim el-Jubayni Bag'dodda Xayzuran qabristonligida dafn qilayotgan paytda İbn Daridningki jinozasini ekkagan deydi. Biz shu vaqtdagi nurg'un ulamolar bu ikki buyukning ilmi kalam ilmi, lug'at ilmi yo'qopdi degandek bir ahsunishlarni qilib uzun yig'lab ketgan edi. Qabristonlikda ondan ayrilgan biz deydi. Onun üstüge Ebu Haşim el-Cubai 46 yaş. Yaşlam ketgan. Hem İslam tarixida ilmi kalam peshvolari ichida eng yuqori maqomga erishgan ilmi kalam ilmida bu odam. Hem ilmi kalam uniki to'g'ri taraflari bor, lekin uniki xato taraflari nihoyatda ko'proq. Ilmi kalam bilan mantiq ilmi asosan bularning jildisi 1. İkisi akufka deysakmi biz xatolashmaymiz. Chunki mantiqsiz qat'iy ilmi kalam bo'lmaydi. Bu shunashqa bu kichik shundoq bir odati bor ekanda, bu Ebu Haşim el-Jubayniki. Dadisining ismi Ebu Ali hamda. Dadisining qishi savol so'raverdi ekan. Hatto dadisi zerikib ketadi ekanda. Hatta ba'zi yo'lda minib bizga bir azor vermagina deydigan maqsadi bu gapni jiq so'ma deydiganda amaliyotda kunduz bir joyga borsa so'raverdi ekanda nihoyat ig'ir masalalarni. Uyga qaytib kelganda dadisi ishkini taqib olmasin deb dadisidan burun kelib uyga chirib o'tirib bo'ldi ekan. Dadisi shunda karvatga beshini qo'yib yotsa oldi turib yana savol so'raydi ekan, dadisi zerikib ketdi ekan. Hatto dadisi yanga mayanga tam qarab oldi ekan. Şunda bo'lsa-mu, bu ilmi kalamga bo'lgan erishmanligi, yani umuman ham ilmga bo'lgan qiziqish tufaylidan ajoyib zeki odam bo'lg'achqa ajoyib ko'p savollarni so'raydi ekan. Demak, shu bolalaringlar bu savolni ko'p so'rgan bo'lsa, hargiz zerikmanglar, terikmanglar. Ayşe savolni so'rg'ini, ayşe aqlning g'idiqlangani, qanchalik savolni ko'p so'rgan bola eng zeki bola shu. Ebu Haşim el-Cubai ahlakı güzel, o'zi qamlashgan adam. Lekin dadisi bilan ba'zi bir kalomiy masalalarda ixtilof qilishgan. Endi bu mustaqil fikr egalari mushta bo'ladi. Chavaqchanmaydi. Dadam manda degandi deb, ya ustozim manda degandi deb kendi ketmaydi. To'g'ri bo'z qabul qiladi. Kallasida o'tmasa, undan ortiqroq, yaxshiroq fikrni
o'tirib chiqargan bo'lsa, shu o'zining fikrida chiqib turdi. Mana haqiqiy ilmniki natijasi yoki talibi. Bu zatniki El-Kamil fil Fiqh, Tezkiratul Alam, El-Udda fi Usulul Fiqh nomli kitoblar bor. Bular shu usul fiqh haqidagi Udda nomli kitobini o'qib qo'ysangiz yaxshi. Bu kitoblar bu ism bilan atalgan yana bir kitap El-Udda fi Usulul Fiqh deb Abu Ya'la Qoziniki. Lekin mashhurroq Abu Ya'la Qoziniki. Ve Ebu Haşim el-Cübayi'deki o kitap biçildi mi? Vallahi alim. Lekin Ebu Ya'la Qazi özünki El-Udda fi Usul Fiqh degan kitobni yezishda Ebu Haşim el-Cübayi'deki kitabıdan ko'p manbalar va shunaqla shu kitobdan ko'p foydalangan. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Shuning bilan biz Abbosiylarning 19-xalifasiniki hayoti bilan tanishib chiqdik. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.